aylantir. Ha, havo bugun salqinroq. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz, hammasi sog'mi, salomatmi? Bugungi Qurbon hayiti bilan barcha yurtdoshlarimizni, dindoshlarimizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Hammasi sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Kecha futbolda jahon chempionatiga chiqqan futbolistlarimiz, terma komanda jamoamizni ham chin qalbimizdan muborakbod etamiz g'alabalari bilan. Bu nafaqat ularni, butun respublikamizdagi barcha fuqarolarimizni, menimcha butun davlatimizni, yurtimizni bayrami bo'lib ketdi. Kechasi ham oynadan qarasam hamma bayram qilib yuribdi-da. Qoyil dedim. Ham hayit piyoda, ham qo'shaloq bo'ldi. Bugun hayitda dadam, onamlarni olib ota-onasini uyga olib ketyapman. Yigit qizlarni ota-onasini uyga olib ketyapman. Dada, qandaysiz endi? Yaxshi. Yaxshimi? Hayitlar bilan tabriklang endi. Kechagi futbol bilan tabriklang. Ayting. Aytavering, bemalol. Har doim nimadir kam, nimadir yetishmaydi, nimadir bo'lar ekan-ku mana. Nuqul haligi tashqaridan trener. O'zimizda shunday mana kapasini qarang. Og'ir, nihoyatda bir sermulohaza yigit, o'zi futbolist bo'lgan, shu yerda nechta komandalarda o'ynagan. Mana hozir bu yilda o'zidan 17 yoshlilar chiqdi. Mana o'zimizning yigitlar chiqdi. Endi bu o'zbek xalqining futbol qon-qoniga singib ketganda, agar komanda yutib tursa, odamlarda umuman kayfiyat ko'tarilib, qo'shimcha yana ishlaysiz keladi. Xuddi yutqizsa, hamma narsa xuddi qo'ldan ketganday bir boshqacha tusga kirib qoladi. O'shaning uchun mana qarang. Abduqodir Husanov, Abbos Fayzillayev, Jaloliddin Masharipov. Bularni qaysi yurt o'ziga tegib qolmaydi. Hammasi nihoyatda bir shirin, chiroyli, kichkina yigitlar katta odamlarni aldab ketyapti. Bundan faqat faxrlanish kerak. Prezidentimizga mingdan rahmat. Mana shularga keng yo'l ochib berib. Ming. Xo'sh. Mana shu sportni alohida butun dunyoga tanitib, xo'sh, sport bilan, qaysi sport bilan bo'lsa ham butun O'zbekiston dunyoga tanildi. Ya'ni ishimizda mana nechta legionerlar chiqyapti. Bularning hammasi o'zbek xalqining baxti. Ya'ni yangi O'zbekistonni kelajakka dunyoga yuz tutgani hisoblanadi deb o'ylayman. Endi bularga sog' salomatlik, ishlarida unum, hech qachon boshi yostiqqa tegmasin. Alloh taolo o'z panohida asrasin. Kelajagi porloq bo'lib, o'sha jahon chempionatida ham nimalarga qodir o'zbek xalqi. Bu bizni bir vakillarimiz, o'zbek xalqining vakillari nimaga qodirligini ko'rsatsin. Ana shunda o'zbek xalqi ko'nglidagi armon, orzulari ushalib, yangi hayotga, yangi O'zbekistonga boshqacha ko'z bilan qaraydi. Eski turmushni ko'zini oldidan o'chirib, yangi hayotga, yangi marralarga intilib, meni birinchi o'naqam, ikkinchi hammani Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Boshimizga shunday prezidentni bergan Allohga rahmat. Sababiki qayerga qarasangiz bir yangilik, qayerga qarasangiz bir o'sish, unish. Bolalarni qarang, tashqi davlatlarga chiqib necha minglab o'qiyapti.
Sovet tuzumida biz o'qiganmiz qani Qozog'istonga chiqib ko'rchi yoki Moskvaga borib kelchi. Biz uchun bu katta bir muammo edi. Xuddi hozir qo'shnilikka borgandek borib kelyapti. Mana nasib qilsa 7-8 ta nevaralarim bor, hammasi oliygohlarni bitiryapti, bitirdi. Xo'sh, bularga men havas qilaman. Qani endi yosh bo'lib qolsam, xuddi mana shunaqa o'qisam men ham. Shunaqa sharoitlar bo'lsa deng. Shunaqa sharoitlar bo'lsa, shunaqa prezidentimiz qo'llab turadi. Shu narsalardan unumli foydalanmagan inson menimcha bizga to'g'ri kelmaydi, bizlardan noshukrlik bo'ladi. Noshukrlik bo'ladi. Endi bundan biriga 10 qilib davlatga qaytarishimiz kerak. Ya'ni o'zimiz salohiyatimiz bilan, bilimimiz bilan, qilayotgan ishlarimiz bilan davlatimizni ravnaqi uchun, kelajagi uchun chevaralik mana 8-9 ta chevaram bor. Hammasi kelajakda bular kim bo'ladi? Bizdan qoladigan avlod o'qimishlik, bilimdon, bizdan kuchli, har tomonlama baxtli, yetuk farzandlar bo'lib qolishini Alloh taolodan so'rayman. Ya'ni prezidentimiz omon bo'lsinlar, boshimizga soyabon bo'lsinlar. Alloh taolo shu prezidentimiz borligiga men shukrlar qilaman-da. Rahmat. Onajonim, siz ham bir tabriklab qo'ying hammani. Butun O'zbekiston xalqini mana shunday Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Allohim hammani o'zi yaxshi niyatlariga yetkazsin, sog' omon bo'lsin. Sog'lik, omonlik bo'lsa, Xudo xolasa hamma yoq yaxshi bo'ladi. Hammani yana bir bor bayram bilan tabriklayman. Cholni gapiga qo'shildim. Choldimish dadasini-de? Otasini-de? Nima men dadamni choldi shunday yoppa yosh navqiron yigitdi. Endi bor yo'q 80 ga kirdi xolos. To'g'rimi ota? Nima dedingiz? Bu kampiringiz sizni cholni deyapti. Qarang, ko'rmaysizmi? Mana ko'rmaysizmi? Shunaqa ota-onalarimiz borlariga shukr. Yaxshi gapirdim. Qanday gapirdim? Yaxshi gapirdimmi deyaptilar. Ota zo'r gapirdingiz. Siz har doim yaxshi gapirgansiz. Dadam ko'p yillar ko'p tashkilotlarda rahbar bo'lib ishlaganlar. Biz hammamizni o'qitgan. Hammamizga hozirgi kungacha ham biz shu yoshga yetsak ham yordam berib, hali uy olsak ham, mashina olsak ham, boshqa qilsak ham, bir katta to'y qilamizmi, tadbir qilamizmi, nima qilsak ham doim yonimizda ko'makchi, yordamchi bo'lib, 80 ga kirsalar ham bizni tashlab qo'ymasdan hammamizni qo'llab-quvvatlab yuradilar. Shuning uchun nevaralarni hammasini o'qitganlar o'zlari, kontraktlarigacha o'zlari to'lab beradilar. Men o'g'limga ham masalan 40 million kontraktini o'tgan yildan ham to'lab berdilar. Shunaqa hamma nevaralari o'qitib, joy-joyga qo'yib, yana kamiga bir nevaralarga shunaqa chiroyli zo'r uylar solyaptilar. Dadam bitta gapi yodimdan chiqmaydi. Odam yoshligida mehnat qilsa ham, qancha ishlasa ham, qancha ter to'kib harakat qilsa ham bo'laveradi, charchamaydi, ishlash kerak. Keyin yoshligida o'sha qotgan non yesa ham kun o'tadi, bilinmaydi, lekin qariganda odam boy qarish kerak. Ya'ni hammaga ko'makdosh bo'lib, hurmati bo'lish kerak, obro'si bo'lish kerak deydilar. Menimcha bu har birimizga saboq bo'lish kerak. Hammamiz ham shunaqa qilib qarish nasib qilsin bizga ham. Hammangizni umringiz uzoq bo'lsin, bayramlar yana bir karra muborak bo'lsin. Ota-onalarimiz, buvalarimiz, bizga ilingan hamma yaxshi qarindosh urug'larimiz, umuman O'zbekiston xalqimizni har doim barchalariga sog'lik tilayman, salomatlik tilayman, umrlari uzoq bo'lsin. Hozir amakimga ketyapmiz. Amakim ham
dadam ukalari amakim ham juda ko'p yillar ichki ishlar tizimida ishlaganlar, mehnat qilganlar. Hozir mehnat faxriysi, keyin ham o'qituvchilar, bizni onamizday, otamizday. Bugun hech qo'yishmadi, qurbonlik qildik, kelmayapsizlar, kelinglar bir bayramni nishonlab, hammamiz g'animatmiz, kelinglar deb qo'ymadilar. Keyin biz ham uyda o'tira olmasdan, ketdik opa dada, ketdik. Bir aylantirib kelay deb olib yo'lga chiqdik, mana Xudo xolasa. Hammangiz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kommentariyalarda dadam qanaqa gapirgani haqida yozinglar. So'rayaptilar, qanaqa gapirdim, yaxshi gapirdimmi deb. Endi dadamlar oldingi davrlari odamlari yo'q, umuman Sovet davrini odamlari birinchidan, ikkinchidan hamma narsada shukronasi bor odamlar. Menimcha hammamiz ota-onalarimiz shunaqa bo'lsa kerak. Shukr qilib, bizni duo qilib, duogo'ylarimiz sog' bo'lsin. Salomat bo'lasizlar, bayram yaxshi o'tkazinglar, haytingiz muborak bo'lsin yana bir karra. Allohim o'zi asrasin. Ana. Opam qo'shilib turadilar. Bo'lmasa iloji yo'q. Ha dada? Bo'pti, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Tezkorroq ketadi. Ha, yo'q. Bu qo'shilmasa bo'lmaydi deng. Sog' bo'lasizlar.